Salom do'stlar, siz Uznetix kanalida. Bugun biz investitsiyaga qarshi tradingni ko'rib chiqamiz. Ya'ni trading nima ekanligi yoki investitsiya nimaligini va ularning bir-biriga qarama-qarshiligi va qaysi birini tanlash kerakligi haqida ko'rib chiqamiz. Birinchidan, trading va investitsiya nima ekanligini aniqlaylik. Trading bu narx o'zgarishidan foyda olish uchun aktivlarni qisqa muddatga sotib olish va sotishdan iboratdir. Investitsiya bu o'sish va dividenderlar yoki kapitaldan daromad olish umidi bilan uzoq muddatli aktivlarni saqlash strategiyasidir. Trading odatda biriktirmalarning qisqa muddati tabiati tufayli yuqori darajadagi xavfni o'z ichiga oladi. Bu ham yuqori rentablik foyda yoki juda ham katta zararni, ya'ni yo'qotishni kelib chiqarishi mumkin. Boshqa tomondan, investitsiya uzoq muddatli istiqbolga va kamroq xavfga egadir, ammo daromad ham past bo'lish ehtimoli mavjud. Trading ko'p vaqt e'tibor talab qiladi. Bu bozorning doimiy monitori, o'zgarishlarga tezkor reaksiyalar va doimiy stress. Boshqa tomondan, investitsiya qilish kamroq vaqt talab qiladi va odatda kamroq stressni o'z ichiga oladi. Shuning uchun investitsiya qiladigan odamlar tradingga qilayotgan odamlarga nisbatan birozgina kamroq stress va ruhiy holatlarga tushadi. Trading ko'pincha yirik treyderlarni amalga oshiradi, xavf-xatari yuqori va katta kapital talab qilinadi. Investitsiyalar esa kamroq kapital bilan amalga oshirish mumkin va odatda kengroq investitsiya imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu nima degani? Ya'ni tradingdan agar siz foyda olishingizni xohlasangiz, siz bu yerda katta summa bilan boshlashingiz kerak. Investitsiyalarni esa kamroq summa bilan ham boshlashingiz mumkin va foyda olish imkoniyati sizda tug'iladi. Tradingda ko'proq risklar mavjud. Treyderlar kuniga o'nlab yoki yuzlab oldi-sotdilarni amalga oshirishadi va bu esa ularning his-tuyg'ulariga ta'sir qiladi. Va bu yerda his-tuyg'ularga ta'sir qilgan paytda risklarni ko'tarish ehtimoli juda ham katta. Investitsiyalar bilan shug'ullanadigan odamlar esa uzoq muddatli, ya'ni katta masofa bilan investitsiya qilishadi va bu esa ularning his-tuyg'ulariga kamroq ta'sir qiladi. Xo'sh, nimani tanlash kerak? Trading yoki investitsiya? Bu sizning maqsadlaringiz, xavf-xatarlarga chidamliligingiz, mavjud vaqt oraligida bog'liqdir. Tradingda tez daromad keltirishi mumkin, ammo bu yuqori xavf va stress kabi bir yerga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, investitsiya qilish uchun sabr-toqat va uzoq muddatli istiqbol talab qilinadi. O'zingizni moliyaviy maqsadlaringiz va imkoniyatlaringizga muvofiq holda tanlovingizga yo'nalishing va muhimligini unutmang. Ushbu strategiyalardan qaysi birini afzal ko'rasiz? Izohlarda o'z fikringizni bayon qiling. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang va moliyaviy bozorida yana ko'rishguncha xayr.